Ramazon oyi rahim shafqat oyi, mehribonlik oyi. Mo'min musulmonlar bir-birlariga rahim shafqat ko'rsatadi, mehribonlik ko'rsatadi, yordamlar uyushtirishadi, holidan xabar oladi, bechoralarning boshini silaydi. Demak, yo'qsullarga taom beradi, kiyim beradi, kerakli narsalarini beradi, boy badavlatlarga zakot beradi. Yana shunga o'xshagan demak mehribonlik ishlari nihoyatda katta bir ko'lamda olib boriladi. Ramazonning sharofatidan yaxshilik ko'rmagan, sadaqa fitridan bahramand bo'lmagan, zakotlardan bahramand bo'lmagan, iftorliklardan, xayri ehsonlardan bahramand bo'lmagan odam qolmaydi. Hammasi xayr, hammasi baraka, hammasi Ramazoni sharifni tuhfasi hisoblanadi. Ramazon oyi rahim shafqat oyi, mehribonlik oyi. Mo'min musulmonlar bir-birlariga rahim shafqat ko'rsatadi, mehribonlik ko'rsatadi, yordamlar uyushtirishadi, holidan xabar oladi, bechoralarning boshini silaydi. Demak, yo'qsullarga taom beradi, kiyim beradi, kerakli narsalarini beradi, boy badavlatlarga zakot beradi. Yana